Beldagi kuchli og'riqlar bilan kelgan namanganlik akamiz bizda 5 kungina muolaja oldilar. U yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Men Jo'rayev Tohirjon, Namangandan bel og'rig'i bilan shu yerga kelgandim. Shu skelet klinikasiga. Bugun 4-kuni уже og'riqlar yo'q, juda zo'r davolashdi. 4-kundan уже effekt ko'rdingiz. Umuman og'riqlaringiz qolmadi. Yo'q, qolmadi. Shu qo'ymuchimda bor og'riq, oyoqda bor og'riq. Hozir yo'q, shu og'riqlar yo'q, juda chiroyli davolashdi. Sizlardan kelib bir nima qilyapti, shu bel og'riq juda ko'p joylarga bordim, hech qanday davo topganim yo'q edi. Lekin bu yerda davo topdim. Ming rahmat shu yerda vrachlarga. O'zingizga o'xshagan kuchli og'riqlar bilan qiynalib kelayotgan bemorlarga bizani klinikani tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya qilaman. Kelinglar, davo topinglar, topasizlar davo. Siz ham shunday kuchli og'riqlar bilan aziyat chekyapsizmi? Unda sizni skeletda kutamiz. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, kommentariyaga plus belgisini qoldiring, like bilan podpiska unutmaymiz.